Qizim 2024-yil 1-aprelda avariya bo'ldi. Maktabdan qaytayotganda bir oy komada yotdi. Undan keyin yana Samarqandlarga ko'rsatdik, yotqizdik. Yaqinda bu yerda Xinchanda eshitib keluvdik. Koreya bilan hamkorlikda ekan. Ular onlayn konsultatsiyasiga kirgizdik qizimni. Ular lechini yozib berdi. Mana bizlar hozir 10 kunga keldik lechenilariga. Hozir o'zgarishlari katta, yurayotgan vaqti oyog'i ko'tarilib qolaydi. Oyoqlari hozir to'g'ri yuryapti. Ancha paylari o'ziga kelib qoldi. Shu yil Xudo xolasa maktabga chiqaramiz deyapmiz. Bu yerda sharoitlar juda ham yaxshi ekan. Bu yerda ishlayotganlar hammasining muomalalari juda ham chiroyli ekan, yaxshi ekan. Rahmat sizlarga.